Nergizani 20 yılda başkalar bulap gitti aça. Bulap gitti demsiz? Vay çaşakı mıgansın cimde atsız. Nergizani bulap gitken balına ismi Rifat'ka. Kızlarının uzaktan lobuna Reyim diye adamın oğlu deydi aça. Bu şu umurumdan ki qarmayda ürümçi setlişi bek yaxşı bu arada deydi. Bizning unimiz haqiqatan yaxshi fikr. Bu xaridorlarning bu taklif fikrini cho'qim o'rnimizda bo'lmaydi. Albatta shunday qiladi-da. Men nima degan bilan ishkirga donliq oliy maktab bitagan tursa. Dimsim shu qarashdilar. Kelishgan qavtangizga aql parastlik yushurgandek qildi. Rifat degan balning otasi bo'lammi? Ana Rifat Rasulma, nima bo'ldi? Aslida ballari mening qizimdan qochibdi. Nima deyaptilar? Magentni degan. Sizning ballar oliy maktabning ziyolisi bo'lsa, mening qizimmi da oliy maktabning ziyolisi. Ha qizlarni vaqo qara. Ha yerim yo'lda tushirib ketaveraman deb qo'yasan-da. Hayday toshaydi, nima jinim chiqdi madam. Siz qamdashmagan bola ekansiz, siz. Qarang acha, mala sizga yolg'on gap qilib beshingizni qaymoq turib ketdi. A balla qizingizni majburiy mashinaga besib shahar taraf ketdi. Apa ben qaytib keldim. Apa bir ish bo'ldimi? Biraz ochig'ingizni keltirib qo'ymagandim. Ya biraz nesi pullarınızı veremeye kaldım ya. Aras apa, siz bayatın telefonda öy bağıncal paranşılan gep var deydi ortadanız. Siz Rifat degan balni qanday tunaysiz? Sen tazdıkçı, men taz devalaydı. Rifat'ni qanday tunaydiganligini mendan so'ratamsiz. Siz o'zingiz tepiqmi? Kim o'zi Rifat degan zati? Siz nima deb o'qishdi ekan? Yo'q, opa shu siz boy pulsiz qo'yildi Imron degan balni maktabga olib qo'ymadim. Men odam yo'q yerga olib mashinani to'xtatma askil qilmoqchi bo'lgan vaqtda Rifat degan bola bilan do'sti Dilyor qutqizib oldi shu. Imron men unutadimidi-ku? Peshit gapimni oxirini anglovchi opa. O'zingiz bilsiz-ku, Imron boyadan yaningizda men maktabga olib qo'yman deb aytib ketgan. Lekin boya yarim yo'lga kelgan vaqtda niyatini buzmoqchi bo'lib, ondan Rifat degan bola bilan do'sti Dilyorga qutqizib oldi. Shu vaqtdan o'zaro tunishib qoldik. Olsam u bola bilan shu bir idora imtihon berdik-miz. U bola noyob bo'yicha yozuvchi imtihon birinchi bo'libdi-kan, men ikkinchi bo'lib qolgandim. Balkim birla odam oldiga idoraga shu bola o'tib qolishi mumkin. Qaramani. Bir ko'rishib maqtab ketganni. Ha, necha vaqtda to'nishamdim. Nima qilmoqchidinglar? Yo'q, opa shu boy dedim. Bu meni qutqizib shu jarayon tunishib qoldik-da. Telefoni qana? Imron degan bolaning mashinasi. Istama telefoni. Bundan keyin men indam natija chiqchi, men do'kon qaraysan. Herkes tada chiqmaysa, uqdingmi? Opacığım bugün kalıydı bu kapsız. Üzerine apsığım okşamaya kaçırıyor. Gap naz qilib, men uyga berib tomoq aytdim. Men mayli do'konni itib, kenandilla borman. Bu qizil baxtliq nimadan turasdi? Andra akam. Imron aka kelib qolibsiz-ku? Ha. Qizvalni rasmiga qarab o'tirib ketgan o'xshamamsan? Birdan ishlab ekan shu. Bak qizvalga qarab o'tiravermaysan akam. Tamdagi rasmlarni sayyosidingmi? Ha, mayasida. Qara, menga menda sevgi muhabbatlik rasmlaring kerak emas.
cho'ng turkumda bir rasm yasab bersa. Ammo ma ishni sen bilan mendan boshqa hech kim uqib qolmasin, tushundingmi? Tushundim aka. Akalar. Tushundingmi? Tushundim aka, tushundim. Yasay olamsan ya? Yasayman. Pulusi jiq ish. Ha? Undidaring nacha? Rasmni unidaring avat etaman. Ammo ma ishni sen bilan mendan boshqa hech kim uqib qolmasin. Pulda qanchalik chata yo'q. Tushundingmi? Tushundim, tushundim. Ishonni qila. İmranka ama Kirishtoga rasmlab bo'ptimi? İmranka ama Kirishtoga rasmlab Qo'y. Ya fikam bu nima kirishtirding sen? Men bular to'y rasm kirishtirib berdim. Bu qo'lni tutqizib, mang'uzib qo'ysang bu qanday xato tushunda? Men sana deb beray qara. Bunda bir rasmni varg'iliqi xaq ko'zim. Ujuma kim? Voy, bad qiliqma kimning bolasi? Xaq tillab lanat o'qiydigan bir. Bunda tushundingmi? Oshunda kirishtirsan. Bu nima bu bunda kirishtirsang bu men qanday ishlatdim buni? Tuzuk ish qila tuzuk. Nima bu? Lekin o çandamay kirishtirib ketganmi? Buldu aka, tushundim. Buldu aka. Voy, ma bir qitim desang bo'ldi gapni. Bu tushungan bo'lsang, qara gapni takrorlamay bir qitim desang bo'ldi. Shash kirishtira, ha? Chiroyli-ku, kirishtirib xil yanglisi vataz kechmi bu? İmranka unda bo'lsa, siz ko'rsingizmi hijloqda qilib kirishtiray, ha? Lekin pul qo'shib berishni unutib qolmassiz. Fikam, kim chaqlab qolding meni? İmrankangni va qara fikam, puldan boshqa narsa yo'qmi men sana deb qo'yay. Navoda mush ishni men degandeklam qilib qolsang, aslning kichik katakdak ishxonani yo'g'on ishxon qilib o'tish mumkin. Sen buningdan mening muqim inim bo'lasan, tushundingmi? Shash. Yan ta'kidlab qo'y, rasmlar cho'qim eng qilin darajadagi rasm bo'lish kerak-chi, pul qo'shib berasiz deb ketganlar. Mana deb aldab qo'ymiz-da shimlarni. Voy, gap qilmabsan bu? Sho'mag'anda ko'zlaring chakchib ketdi. Ko'zlaring chakchib ketibdi demang. Menga masalalarni obdan topshirib bergan, men sana deb qo'yay. Masala? Voy, imtihon maydoni hammasini topshirib bo'ldim. Sana topshirgudek masala qolmadi. Xo'ldimi? To'la eg'zimni g'ilishlamay, men sana deb qo'yay. Men masalalarni topshirsam, topshir. Agar masalalarni chiroq topshirmasam, buniki men bu sug'urni atlab men uy kirmay, men ko'zimda bir yo'qolay bolam menga. Voy, chaqchaq qilyapsan rasmi? Men sana chaqchaq qanda ko'rmayotgandim hozir. Men qarsam bu chaqchaq qilgandek emas. Dada, qanday shu ishdan qat'iy nazar o'tirib paranglashlaymiz. Bakka yerib ketdi. Juda dada. Cho'chirasiz. O'tiraverdi. Nima ishda? Sen nima ishlarni qilib yuryapsan bolam? Nima ish qildim? Imtihon belgiladim. Imtihon berib qaytib keldim. Shuma? Bugun zavod qilavu. Mening ishxonamga bir xotin aymanmasdan kirib, men taqdim, bag'din so'zlab, hatto mening qizimni ap qochdi degan gaplarni qilib ketdi. Men o'qitonga, mening o'g'lim unda ishni qildigan bola emas deb nurg'un gaplarni qilib aran yo'lga soldim. Sen mushunda mening yuzimni to'kadigan ishni qilib yuramsanmi jamiyatda? Dada, bu mandaq ish men sana tushundiray. Bugun aytgan imtihon maydoniga ketib qolsam, bir qizbolaga bir o'g'an bol po'xirlik qilib o'tibdi. U qizbolni men uning qo'lidan qutqizib, imtihon maydoniga olib qo'ydi.
Ben senin yüzün tökmüdüm. Ekse senin abroyun kütəgdə iş qıldım dada. Boğaşmış şu. Boğa işmişima. Ben senden neçe vakit hakkı balam kız balamında bir muhabbetin var mı desem yok davatkandım. Bunu böyle muhabbet çıktı. Sen bu kız balı zaten arlaşkılı kanç uzun oldu ya. Dada, o kız balam benim muhabbetim emas. Ha. Ben o kız balını tanıydım. Lekin biz uçuruş bakmagan. Bugün muşunda uçuruş bop kaldı şu. Muşdal bop kaldı mı? Ha? Şunda bop kaldı ya. Ha telefonumla ala. Nim kılsa? Ala telefonumla. Hadi gör baka. Sevizden haberi yok, görücüden mi yaptı da bir kız bilen tanışıp boğuça toy balık kapıptı da bir yerde. Gökle. Dada, ben senin oğlun sen benim dadan. Şunda boğandı ki man bırak ettim işinip baksan ne buldu? Ben senin abroyunu töküdüğün işini hiç kaçan kıp bakmadım hem kınmayım. İşine canım dada. Ben bugün bek çarçap kettim aram avulay. Kandak iş buluştan kat'i nazar eti şey makul mu? Bala. Ben sana bugün yürgümlü gitme bir devolay. Sen bağı ma kızıl alma un zavutununki kelgüsideki varisi. Sen muşunda kalayım kan işlerini kıpşırsam. Ben bu zavutlu kanda sana hatırcam tapşırıp koyma canım bala. Sen onda benim yüzümü tüküdüğün onda işlerini kınma. Beni kapkınma canım bala. Benim oğlumga o'xshash jamiyatda bir erkakdek, bir yigitdek yashag'ina men qo'shilay senda. Dada. Herkes onda aşk kınmayın. Ben bir kız var ep kalsa toğra yak hata bulgalkıma obdan bilime. Ben senin oğlum. Oğlum boğan iken senin bana ügetkenlerinin hemisi benim kallamda. Ben senin yüzüne abroyunu töküdüğün işini hem kınmayım hem kıp bakmadım. Hangi işe? Bulamda dada. Bo'ldi. Hem de aramasam bulganda. Chiqib arama. Qolgan gap so'zlar bo'lsa, kel ayrim paranishamiz, ha? Mehnatlar bilan bizni tablab baqa. Canım dada. Sen başkalarının gibi işini vermey. Benim gepimden işinip koy. Keşfet gitti. Sen baldurak arama. He? Aramal balam bo'ldi. Mühürni baskan. Dadam adli bir insan hamga peshqon hayotlik mazlida Neymanınız? Neymansan nimkarınız. Oturup bey. Özüm yana paralayım. Karan, bardığa yeriniz xili jirak emas mı? İgiz başını ayak kiyip apsınız, putunuzga içiniz ağırsak çıkmayın. Bundaq meynət maşınan bağı, açan çıxırıb al bildinmi? Pes. Menin açam yok Karan. Akşam evet keresimde köngünüz kepte. Çıkın, çırayla. Kim oldu? Niye bu köp gündüz bir kız alıp olacak yürse? Sen kim o? Ben Kadi. Ben kim o? Vay sen kim olsan imçatırma ve adaş. Ben tanımaysaydın ama. Ya. Emek hemen de pek Karan. Ben çok... Bununla adam, limba bir adam işin var bir ya. Yanıp şişkanmayla uftun mu? Ya yolanı bana. Sağlıklı uftun mu? Kaptı. Ne kaçmakçı? Ha? Ma resimlerim takılıp şermende olup gitmeyi de kazıyım.
Rasmlarni qanday kirishtirdingiz? Hozir fan texnikaning kuchiga sal qarg'ili bo'lmaydi. Siz ko'p o'qigan odam. Men nimaga tushunasiz akchim? Ha? Qarang. Men sizga boshqa gap qilmadim. Men faqat sizni do'koningizga olib qo'ydim. Navodi yana jahillik qildi ekansiz. Men sizga internetning kuchining qanchalik zo'rligini ko'rsatib qo'ymay, ha? Masalan, ma'ni o'qisiz. Shunday bo'lganda ekan, gapim bor. Men uncha eski bolaman emas. Bexatarlik birinchi.